Assalamu alaikum. Noqat Qarji Motor kanalının qatnashchilari. Bugungi kunga ikkinchi kun sizlar valyutalar qurslar bilan tanishasiz. Noqat shahridan baringizlarga jalomli issiqlik aytmoqchimiz. Bizdan olsangiz like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Hurmatli Noqat Qarji Motor kanalının qatnashchilari. Bugun kurs qanday bo'lib qoldi ekan? Kecha 138 tiyinda bugun qancha bo'lib qoldi ekan? Shol yerdan ma'lumot olasiz. Bizdan olsangiz like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Hurmatli Noqat Qarji Motor kanalının qatnashchilari. Bizden alsanızlar. Hurmatli tuğanlar. Rubl bugün tushib ketdi. Birazgina aç. 83 so'm 70 tiyin dollar, 86 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 37 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl tushib ketdi. Euro bilan rubl tushibdir, dollar barda tushibdir, dollar da tushibdir. Kompaniya bankda shunday bo'ldi, az boshqa yerdan ko'rasiz qanday ekan. Hurmatli tuğanlar. Bakay Bank'a geldik. Bakay Bank'ta 84 so'm 50 tiyin dollar, 88 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 37 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar. Bu yerde bir değil ekan kurs. Hurmatli tuğanlar. Finka Bank'a geldik. Finka Bank'ta dele sonunda ekan, o'zgarish yo'q. 1 so'm 37 tiyin rubl, dolar 84 so'm 50 tiyin, euro 86 so'm 50 tiyin ekan. Hurmatli tuğanlar. Akçal maaşlı joylar 84 so'm 50 tiyin dollar, 1 so'm 37 tiyin rubl, bo'lsa Qozoq tengiz tiyin, O'zbekistonga 75 tiyin ekan. O'shaman Noqat Qarji Motor kanali sizlar bilan qo'shilishadi. Doimo birga bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Bizden alışta olanlar hurmatli Noqat Qarji Motor kanalının qatnashchilari. Sizlar sizlerin xizmatingizda qolamiz. Sizlerin xizmatingizda var bo'lish. Doimo bir bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Habetda qancha olib ketdi ekan, shol yerdan ma'lumot olib beramiz. Bizdan alışta like bosib, kommentariy yozib qo'yingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh demoqchimiz. Qo'shishasiz, habetdan keyin ko'rishamiz.